Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Men jo'ra mehmonga kelgan. Day bitta pizza olib kelgan. Pepsi ham ayt. Samoncha bilan. Pulim kam. 100 ming so'm pulim bor. Choy ichamiz. Davay. Akajon, bizda 3 ta pizza olsangiz 99 ming bo'ladi. Qo'shimchasiga tekinga Pepsi ham beramiz. Nima bunday sizlarda? Roma pizza filalariga kelib olsangiz Pepsi mutlaqo bizda. Sen bilasan. Davay olib kel. Bo'ldi, bo'ldi. To'xta. Ha? 4 ta Pepsi olib kel. 2 kishiga 4 ta Pepsi mi? Bir bo'kib ichaylik. Pizzaga gap yo'q. Pepsimi? Ha, afsat. Yana 2 ta Pepsi olib kel. Va tekinga olib kel, bor. Rahmat. Pepsi! Ya assalomu alaykum shefim. Menga qaralagacha hozir bitta katta shef keladi. Ya sizdan ham katta shef bormi shefim? Ishing bo'lmasin, o'sha katta shefni yaxshi ishlab mehmon qilasan, keyin oxirida mana shu hujjatlarga qo'l qo'yib olasan, tushundingmi? Bo'ldi, yes qilamiz shefim. Ya assalomu alaykum shefim. Qadamlariga hasanot, oyoq tagiga krokodil terisidan terib solaymi? Shefim, muncha kelishgansiz, dunyo go'zal emasmisiz shefim? Biron kun vaqtingiz bormi? Nimaga? Tushimga kiring shefim. Shunday yaxshi ko'rdim sizni. Yuring. Mehmonim bo'ling shefim. Yuring. Yoping. O'zim yopaman shefim. Avoda bo'lmang. Yuring. Qani keling shefim. Keling shefim. Sochingizni kim olgan shefim? Leonardo DiCaprio sartarosh olganmi? Shefim, siz oyga tik qaramang. Nimaga? Oy uyalib qoladi husnidan. Shefim nima ichasiz? Oddiy bezga suv bo'ladi. Ya oddiy bezga suvni oddiy insonlar ichadi. Siz Mojito Ice Tea ichasiz. Mojito Ice Tea studio. Shefim, nechinchi yilsiz? 98. Yaxshi ham urush payti tug'ilmagan ekansiz shefim. Voy nimaga? Sizni hozir ko'rmagan bo'lardim shefim. Baxtimga tiriksiz. Sheflarni shefi qalbi mardog'i nima yeysiz? Nima bor o'zi? Garizon restoranida yo'q narsani o'zi yo'q. Yevropa ovqatlaridan tortib o'zimizning milliy ovqatlargacha bor. Ani kitni ustidan sho'rva ichasizmi? Ha, bo'lsa olib keling, ichaman. Kit yo'q der hozir. Kesin qilib beraman, xo'p? Ungacha Buxarestki vag'uri bilan Buxarestki shashliklardan mazza qilib yeng, bular hozir trendda. Voy, bu televizordagi chiqqanmi? Yo, bu televizor emas, blogerlar reklama qilgan. Ha, bitta yeb ko'raymi? Ye. Чисто Buxarestki. Shefim. Mana qarang o'zi, nima maqsadda meni bunaqa olib keldingiz bu yerga? Mani maqsadimmi? Ha? Shefim. Mana shu hujjatga bitta qo'l qo'ysangiz bo'ldi. Menga shef qo'yadi. Siz kimsiz? Men shef shopirman. Shef qayerda? Ha, shef mashinada o'tiribdi. Men tushdim. Shoshmay insam qo'limdan tortib ketyapti. Shefni ochmoqchi edim eshigini. To'xtang, mana shu yo'g'ali jo'rakan. Qo'y! Nechinchi yilsan? 98. 41-yilda tug'ilib, urushda o'lib ketsang bo'lmasmidi? Qani Esimdan chiqib qoldi. Shefim. shefing o'lib qopti-ku. Qayerda yuribsan? Haligi shef anaqa. Assalomu alaykum.